alaykum aziz yurtdoshlar. Yakshanba tongingiz muborak bo'lsin. Bugun mehmondamiz jamoasi Koson tumani Po'latli qishlog'iga qarab yo'l oldi. Bugungi qahramonimiz serqirra ijodkor, afsonaviy bir inson. Uning kimligini esa ko'rsatuvimiz davomida bilib olasiz. Azizlar, biz yetib keldik. Hozir endi mana shu darvozani taqillatamiz. Bilasizmi nima? O'zimni qanday tasavvur qilyapman? Xuddi ertaklardagi qandaydir bir qahramonni ko'raman degan tasavvur bor hozir. Hozir birgalikda guvohi bo'lamiz. Navbat. Biz keldik. Hozir. Ovozlardan bilinib turibdi. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum Mustafa aka, yaxshimisiz? Kelinglar. Mehmon kutyapsizmi? O'zimman. Aytganimdek, mana azizlar, rostdan ham ertak qahramoniga o'xshaydilar. Endi esa birgalikda tanishib olamiz, suhbat qilamiz. Bizni mana bu ustaxonamiz. Biz mana shu yerga kelib ijod qilamiz, birgalikda aka-ukalarimizni maslahat qilamiz. Nimani bilmasak, o'shani muhokama qilib o'rganib ketamiz. Ijodxona. Ijodxona qisqa qilgan. Endi ijodxonani ko'ramiz. Mayli. Kelingizlar qani. Ana, bu yerda kushchalarning inlari. O'zingiz yasaganmisiz? O'rmon uyi. O'rmonda ko'rganmiz-ku. Mana shu o'rmonda. Ko'rganman. Shuni havas bilan shu odamlarda ko'ray deydi, mana shu kenarlarda shuni qo'lda yasashdan bir joy qilib o'rganib narsa qilamiz. Bu bedana. Bedananing to'rt qovog'i ichida mana tuxumlari ham bor. Tuxumi bor. Qoyil sizga, lekin har bir detalga ahamiyat berganlar. Bu qaldirg'ochni ini bo'lsa kerak. Qaldirg'och biz yaxshi ko'ramiz. Eng insonga yaqini bu qaldirg'och. Bu laylakning ini. Qarang. Ehtiyot bo'ling. Tuxumi ham bor ekan, rostdan. Tuxumlarni o'zingiz yasagansiz? Yo, o'zim nima Haqiqiymi? Haqiqiy. Haqiqiy tuxumlar. Endi shoshmang, o'zim topaman. Bu endi chumchuqlarga qurilgan inlar bo'lsa kerak, mana. Endi yana bir ajoyib bir in bor ekan. Mana. Idish kabi bo'lgan. O'tmishda odamlar, ota-bobolarimiz bular ovqat solib ichgan, har xil ichimliklar ichgan, mana shu idish kabi bo'lgan. Buni o'yacham qilib ko'rdikda, endi chumchuqlarga, boshqa qushlarga. Kirishdimi? Chumchuqlar? Ha, kirishlar osilgan turib, tarjimon bola ochib ketyapti. Hovlida ham bor, ha? Ha, hovlida bor, hovlida. Bu hali boshlanishi. Bu yerda pianino. Har bir mamlakat buni sevib ijro qiladi buni. Juda chiroyli gullari bor. O'sha o'tmishdagi oldingi pianinolar bular. Qadimgi pianino. Endi davom etamiz. Qani, nimalari bor ekan bu yerda? Faxriy yorliqlar, tashakkurnomalar, diplomlar. Mustafa akani shu butun umr yo'llarida olingan e'tiroflari, faxriy yorliqlari ekan. Ana bular bu ayollarning quroli. O'xlov. Nasib pishiriladi. Robot ham bor ekan. Taxtadan robot yasadik. Mana eng muhimi mana bu o'tmishdagi Bobur bobomiz davrida, Alisher Navoiy bobomiz davrida mana shunaqa kichkin xon taxtalar bo'lgan. Mana shu kursilar bo'lgan. Ana shulardan qarab turib shuni nahotki nima bo'ladi deydi. Buni shoshmang, o'zim aytaman. Polvonjon. Bu marionetka. O'zbek xalqi ham qadimda marionetka teatrlari bo'lgan. Marionetka teatrining bir qo'g'irchog'i ekan. Bolalar mana shuni yasharish jarayonini ko'rsa, bola hech qachon boshqa ish qilmaydi. U shunga sho'ng'ib ketadi. Lekin tayyorni ko'rsatsangiz, ha, yaxshi ekan deb qo'yish mumkin. Yasalish jarayonini ko'rish kerak bolalar. Taqinchoqlari bor ekan. Bu Turkman xalqini kelinlarniki menimcha raqsga tushganda o'sha oyoq
qimirlaganda, oyoq harakatlanganda Ha. chiroyli ovozlar chiqaradi. Haqiqatan ham. Juda ham yoqimli ovoz chiqayapti. Yana tilla qosh. Tilla qosh. Bu qalpoqning tepasi. Mana qalpoq tepasida bo'ladi. Xorazmcha. Ha, Xorazmcha o'sha raqqosalarning izi ekan. To'g'ri ekan, mana bu toqlar. Zebigardi. Ha, zebigardi. Undan tashqari ham bezaklar bo'ladi. Mana bu uycha haqida gaplashmoqchiman. Bu imoratcha. Imoratcha. Bu fermalarda mol-pol boqish uchun. Endi aytmoqchi edim. Xafa bo'lmang-ku, lekin molxonaga o'xshar ekan demoqchi edim, rostdan molxona ekan. Fermalarda mana shunday kichkina narsalar bo'lardi, uylar. Bizlar endi mana shuni ta'mirlashda ham ashqotamiz doim. Aka-uka hamma birga kelib, mana bularni sunaylarni yasaganmiz. Bitta o'g'aynimiz bor, bosib boltaytdi ham shu Shayxalda. Mana shu bilan birgalikda sunayni yasaganmiz, mana bu sunayni. Qamishdan bo'lgan naylar, haqiqiy qamish. Mana bu sayr bo'lgan bezak holatidagi nay. Bu qamish surishi. Qamishdan yechib olingan, teshikchalar joyiga qo'yib chiqamiz, lekin hammasi o'zining razmeri bilan qo'yilgan. Faqat buni endi mutaxassislar yaxshi chalishi mumkin. Pulab chalish asboblar juda qiyinroq bo'ladi. Xo'sh, bunisi do'mbira. Do'mbira. Baxshilarning do'mbirasi. Buni yasash jarayonida yaxlit yasashga qaror qildik bizlar. Juda kamdan kam daraxtlarda yaxlit yasaladi bu. Qosachasi bo'lay, dastasi bo'lay yasaladi. Bu yaxlit ekan-a? Ha, yaxlit qilingan. Mana shuni o'zi ham qosachani nimasi, qoqchasi ham o'zidan bo'lgan. Endi mana bu yerda gullar qanday qo'yilgandir. Bu oyni ko'rsatadi. Mana bunisi bahorda eslatadi. Shu musiqadir. Mana shuni hammasi yasab chiqqanmiz. Chalsa bo'ladimi? Chalsa ham bo'ladi, lekin bu ko'p turish kerak. Yillar sayin sayqal bo'lib ochilib ketaveradi. Chalgan sari yaxshilanib ketadi. Ha, yillar. Bu hozir oktyabr oyida yasalgan bu. Namdek bor-da. Nam bo'lganiga hali chalish mumkin emas. Ovoz beradi ovoz. Beradida u darajada emas. O'sha baxshilarning do'mbirasi deb. Baxshilarning do'mbirasi. Keyin material yetmas ulashni xohlamadik. Ozgina uzun bo'lishi kerak dastasi. Ikkitagina sim bo'ladi, bo'ldi, bashangsa yo'q unda. Ayyala ha deydi. Dutor. Ana dutor. Azizlar, qizlarga yarashadigan bir nozik, juda go'zal musiqa asbobi. Lekin chalishni bilmayman. Chalishni men chalib beraman. Endi siz chalishni. Juda ham qiziq. 86-yilda bizlar respublikaga katta tayyorgarlik ko'ryapmiz. Mana drama olib kelinglar dedi. Drama olib kelinglar dedi. Shunda Nurxon dramasini taxladik bizlar. Nurxon dramasida shu dutor kerak bo'ldi. Eng birinchi kartinasini oldik bizlar 45 minutlik. Shunda unday eshitib ko'rib, ashularni Nurxon aytib turgan paytda bog'da otasi kelib qoladi, hoji bobo. Ona qizim, binoydek ovozing bor ekan. Men eshitmagan ekanman, ona qizim. Qani dutorni menga bering dedi. Otasi, axir bu birovniki. Dugonamniki edi. Menga bering ona qizim dutorni dedi. Bermagandan keyin dutorni olib yerga uradi. Urgandan keyin bu kosasi uchib ketadi u yoqqa, dastasi bu yerda qolyapti, boyit qo'lda. Ani endi rozimisiz deydi. Aylanay xotin, siz ham she'rda ekansiz-ku deydi. Ha, she'rda. Axir otasi, gap qaytarmang aylanay xotin deydi. Axir otasi deydi, keling sizni tomog'ingizni bir silab qo'yay deb
ikkitaydan oladi xotinni. Oxir otasi xotin ishdan ketib qoladi. Namozxon bularni hammasini uyga jo'natdi. Birontasini bu yerda ko'rmaydi deydi. Shuning bilan bir oy o'ynab, shu dutor urib, bu yoqqa ketaverdi, bu yoqqa ketdi, Har safar. har kuni mashq qilamiz, yerga urib o'ynaymiz. Shunday qilib bir oy azob tortdi bu. Lekin binoyda chalib yana turibdi. joyiga qo'ydim buni. Mana shunday musiqa asboblariga qayta hayot bag'ishlaydigan inson bilan bugun suhbat qilyapmiz. Endi o'zi torda olamiz endi. Endi torga o'tamiz. Torga o'tamiz. Ana bilasizmi? Katta hofizlar mana bunaqasini ushlab olishadi. Torda asli vatani Eron bo'lgan. Yonida Ozarbayjon ham bo'lgan bu yerda. Eronda mana shunday elib shaklda qilingan. Bu tomoni xuddi mana shuni bu yoqqa ko'chirilgan bu yoqqa. Aylanasi bo'lmagan. Eron chalgandan keyin Ozarbayjonlar ham qiziqqanda biz boshqacha qilamiz degan. Kosali qilgan buni Ozarbayjonlar. Bu yog'i shu elib shaklda kosacha bo'lib turavergan. Endi shular ayniqsa Perishoh butun to'y qilganda, mavludlar qilganda Ozarbayjonni artistlarni chaqirgan. Ozarbayjonlik artistlar kelib, ashularni qoyilmaqom qilgandan keyin buyruq bergan. Hamma ustalarni bu yoqqa chaqirdi. Mana shu asbob yasaylasizlar degan. Yasaymiz degan. Yasab ko'rgan bir xili, unday chiqqan bir xili, bunday oxir bola baxshiga yetib kelgandan keyin bola baxshi ham eplobroq bunday aytganda Komiljon otalarga kelgandan keyin hammani sehrlab tashladi torma chalish. Bitta doira bilan mana shu butun O'zbekistonda torman ta'minlaydi deb bo'lib qoldi-da, qaranglar. Bunga ham e'tibor berish kerak. Endi buni yasalish juda murakkabroq. Biz ta'mirlab beramiz, mana uzilsa, sinsa, boshqa qilsa, lekin kosalarni qozamiz. Mana bu eng muhim joyi bu yerda dasta bilan o'sha mana kosachani bir-biriga o'rnatish qiyinroq. Qiyinroq kechadi. Buni dasta sal egilroq bo'lsa, sim tiyib qoladi. Qani, ichkarisi ko'rinib turar ekan. Endi juda yupqa terib qilinadi. Shuni olib tashlaymiz. Bu ho'kizni yuragi pardasi bu. Jaranglar ovoz beradi. Boshqa terilar bunday emas. Juda go'zal, juda ham chiroyli. Buni o'ziga xos boshqacha ovoz bor ekan. Ovozi bor. Juda sehrli ekan. Mana bu asbobimiz qolib ketdi. Bu haqda gaplashmadik. Afg'on topdimmi? Afg'onlarga tegishlimi? Afg'on rubob bizaga. Qarang, bilarkan mana. Televizorda ikkita yo uchta artistlar ko'rib qolaydi. Bu asbob qanaqa asbob bo'lsa kerak deb. Keyin bunday qarasak, Afg'on rubob. Biz shuna endi Toshkentdagilar ustozlarimdan so'radi, mana shu asbob qanaqa asbob? Afg'on rubob dedi. Qayerda bor? Hech joyda yo'q-da. Lokallarga bordik, magazinlar bo'lay, o'sha vaqtlar magazinlarga artistlar ishlab chiqarilgan bo'lish kerak. Topolmay keldi, xafa bo'ldik. Buni yasaymiz dedik. Afg'on rubobni qornini kattaligi terini tashlashiga ham sabab bo'lib qoladi. Sovuqda tashlaydi bu, pasayib qoladi. Pasaygandan keyin sim belga pardalar tiyib qoladi ham. Biz shuni o'ylab chiqdikda, buni boshqacha variantini qilamiz dedik. Mana qarang, buni qorni kichkinagina. Ensiz. Boshqacha ekan. Ensizroq qilamizda, bu yog'i ham shaklda ketaveradi dedik. Akam o'ylab chiqdik, narsa qildik, oxiri shuni tahlilab, chiroyli qildik. Nechta spektakl bo'lsa, yo bo'lmasa konsertlar bo'lsa, albatta shuni hammasi qiziqib, bu qanaqa asbob ekan deydi. Qo'lda yasalgan, bu ham yaxlit qilingan. Faqat mana bu dasta ulangan. Yog'ochlarni qayerdan olasiz? Yog'ochlar o'zimiz daraxtlardan qayrin bo'ladi, undan keyin yong'oqdan bo'ladi, tutdan bo'ladi. Shulardan asbob yasaladi. Qaysi yog'och eng baquvvati? Qaysi yog'ochlar yaxshi? Eng baquvvati bu zardoli, og'ir bo'ladi. Zardoli. Zardoli, ya'ni o'rik tarafda. Kosachasini tutdan yasaladi. Kosa. Ana endi bu kichik oz bo'lib qoldi. Kosa bosib ketmasligi uchun
Bu yoqqa akatsiyanikidan yoki bo'lmasa muvozanat saqlash kerak. muvozanat saqlash maqsadida boshqa nima qo'yiladi. Shunaqa deng. Lekin ko'p ishlov beriladi. Belga ko'p hashov deydi, boshqa deydi. Qo'l qog'ozlardan foydalanishga to'g'ri keladi. Egovlardan foydalanishga to'g'ri kelib qoladi. Musiqiy san'at yaratish uchun oldin musiqa asbobini san'at darajasida yaratish kerak ekan, azizlar. Bu yerda juda ham katta texnika bor ekan. Hech ham o'ylamagandim, shunaqa qiyin bo'ladi. Bu yerda o'zini o'lchamlari, o'zini og'irliklari bo'lishi kerak ekan. Eng muhim bilasizmi? Mana shu o'lchamlari bo'lmasa noto'g'ri beradi ovoz. Aytgan chiroyli ovoz chiqmaydi. Ovoz beradi. O'sha parda noto'g'ri ketib qoladi. Umuman olganda har bir musiqa asbobini o'ziga xos ovozi bor va hammasi yoqimli. Mana bularni ko'ryapsiz. Bu doirani lekin terisi yo'q ekan, faqat gardishi bor ekan. Xo'ja bo'lgandan keyin shunday bo'ladi o'zi. Eskilar olib kelinadi, yamaladi, qo'yiladi, teri tortiladi, yerimlanadi. Buni ham ozgina mashaqqatli joylari bor. Doira haqida bilamiz. Chiroyli qiladi. Endi bu yoqda yana musiqa asbobi bor ekan, rubobga o'xshayapti. Bu soz asbobi. Soz deydi. Buni keyingi paytlarda o'sha mustaqil bo'lganimizdan keyin soz avjiga chiqdi. Juda ko'p odamlar yasab qoldi buni. Chiroyli ovoz beradi faqat. Mana bu o'zimizning milliy Qashqar rubob. Qashqar rubobi. Nomi ham juda chiroyli ekan. Bu ham ho'kizni yuragimi deyman-da? Bu ham ho'kizni yuragidan bergan, lekin aslida bunga baliq teri qoplanishi kerak. Baliq terisidan ham ishlatilar ekan. Baliq terisidan mana qora baliq bor-ku, laqqa baliq. O'shalardan ishlatib juda baquvvat bo'ladi laqqa baliqni terisi. O'sha chiroy chiqaradi. Juda mazali ham bo'ladi. Cho'kmaylar, o'zi ham shirin narsalar bu. Endi bu Qashqar rubob nima uchun Qashqar deyiladi bu? Nima uchun? Bu sababi Xitoyda Qashqar o'lkasi bor. Uyg'urlar. Ularni rubobi kosasi kichkinagina. Juda kichkina bo'ladi. Kichkina bo'ladi. Dastasi o'sha. Buni Xorazmdan olib kelamiz. Ustozimiz Shermat Fayzullayev degan bir inson Bog'ot tumanida bu odam istiqomat qadrlash ansamblini boshlig'i edi. Shu odamning ovoziga qiziqib, mana shunday bir ashulachi bo'larmanmikan deb shu odamni topdim. Uyga borganimdan keyin menga mana shu ovozimni eshitib ko'rdi, mana shu sovg'a qilishdim. Yashang, juda ham chiroyli. Yerda qolib ketdi endi bu, yashaydi bu. Balada ketaveradi, shunga qarab yasab ketaveramiz-da. Qarang, o'lchamlar juda chiroyli qilingan-da. Mana bu yerlarga sadaf qo'yilgan, 7 xil tovlanadi. Haqiqiy sadaf. Haqiqiy sadaf bu. Daryon tubidan olinadi bu narsalar. Bu yerda ham sadaf ishlatilgan menimcha. Qarasang, mana 7 xil tovlanadi. Bu ovozi chiqishiga shu sadaflarning ham hissasi bo'ladimi? Bular farqi yo'q. Faqat bu bezagi tashimashi kerak. Bu ham nafas oladi. Tushundim. Buni ham organizmi bor-da. Nafas oladi. Nafas olganda o'sha yaxshi ovoz beradi. Sovuqqa tashlaydi, bu ham issiqqa ko'tariladi. Faqat uni ehtiyot bo'lib, o'sha soat chal yurgan odamda qaraydi buni. Tashlab qo'yib, bir uyga qishmay o'tadi, sovuqqa tortib, simlari ham o'zi yarashib qoladi. Albatta, qarovsiz qolgandan keyin shunaqa bo'ladi. E'tiborli bo'lish kerak bittasi. Ishtiyoq shunaqangi bir kuchli his-tuyg'uki, agar insonda ishtiyoq bo'lsa, u uzoqlarda bo'ladimi yoki bo'lmasa yetib bo'lmas orzu bo'lib ko'rinadimi? Albatta ana shu orzusiga erishadi. Bu narsalar ko'proq targ'ib qilinish kerak. Mana muhtaram prezidentimiz har bir viloyatda mintaqaviy maqom ansamblini ochib berdi. Bu bitta bizlar uchun baxt. Ikkinchidan Toshkentda maqom markazini ochib beraman dedi. Ko'rib san'atkorlarga orden medallar, shunday hurmat izlash kuchli bo'lib ketdi. Shulardan yoshlarimiz ham qarab borgan bo'lsa televizorga, albatta ilhom oladi va yaxshi ashulachilar yetishib chiqishi mumkin. Mana bu yerda 3 ta milliy musiqa asbobi bor ekan. Menimcha nimaningdir ramzi bo'lsa kerak-ku. Mana shu asboblar hammasi orkestrda ham bo'lgan. Oddiy ansambllarda ham mana shu asboblar bo'lganda. Hozir ham bor narsa, bu bor narsa yo'q bo'lmaydi, hech qachon bor. Yoshlarimizni mana shularga jalb qilsak, yoshlarimiz bilasizmi, har birinchi tarbiyaviy soat bo'ladi bu.
Musiqa, milliy musiqani o'rgangan bolaning hech qachon yomonlik chiqmaydi. Mehr, muhabbatli bo'ladi. Sadoqat bo'ladi. Ustozga bo'lgan hurmat, izzat baland bo'ladi. Boshqa sohadagilarga nisbatan ayniqsa mana shu san'at sohasidagi ustoz shogird an'anasi eng baland turadi bu. Bular endi qayerdan kelib qolgan? Shularning tarixini ham endi aytib bering, chunki ana u boshqa musiqa asboblaringiz haqida gapirganingizda kelgan joylarini aytgandingiz. Avvalroq biza yasamasdan oldin. Buni shuni qayerdan topsak bo'ladi? Oxiri o'sha O'zbekiston tarix muzeyi bo'ladi. Muzeyga borsa shu muzeyda avvalroq o'zi turgan ekan. Endi bu yerda bir 11 tala qulog'i bor-da. Juda boshqacha. Quloqlari ko'p bo'ladi. Juda ko'p bo'ladi avvalroqdiki. Shularni ko'rdingizda, ha biz o'zbekcha variantini qilamiz deydi, o'zbekcha variantini qildi. Lekin ularni versiya bo'lardi. Baribir ham qalin, dastasi juda qalin ekan. Qalin, pardalari yaqin. O'zi 7 mana doimiy fasoliyasida, dosida, solfamerida she'rcha kelib, she'rda qaytyapti-da. Ovozi chiroyli chiqadi. Ayniqsa mana ovozi juda sehrli. Radioga yozganimizda Nurdan Amijon degan bir inson Toshkentdan kelib yozuvdi, shu tanishi yangi ovozliga. Avvalroq baland qo'ydi. Hamma mikrofon qo'yilgan. Musiqachilar oddiy hammasi mikrofon. Eng chiroyli asbob qaysi chiqgan? Hamma asbob ustidan avvalroq qo'yib berdi. Shunday chiroyli bo'ldi, odam havas qiladigan. Ovozini tinglaganimizda mana shu ovoz qayerdan chiqayotgani haqida hech ham o'ylamaganmiz. Mana mo'jizalar, ya'ni mo'jizaviy ovozlarni chiqaradigan musiqiy asboblari haqida bugun gaplashdik. Ma'lumotga ega bo'ldik va Mustafo akani san'atlaridan ozgina bo'lsa ham bahramand bo'ldik. Hali bu bahramand bo'lish davom etadi. Mustafo akaga qarab bir haqiqatni anglaysiz. Insonni yosh emas, ishtiyoq qaritadi. Bu insondagi g'ayrat va energiyaga ko'plab yoshlar ham havas qilsa arziydi. Mustafo aka uchun har bir ish mehr bilan bajariladigan vazifa. Samimiyat, mehnatsevarlik va insoniylik esa uning hayot falsafasiga aylangan. Hayotni sevib yashashning o'zi ham katta san'at bo'lsa, Mustafo aka ana shu san'atning haqiqiy ustalaridan biridir. Shuning uchun ham u kishining qo'li tekkan cholg'ular navo topadi. Suhbatlashgan insonlar esa qalbida iliqlik his etadi. Mustafo aka, hovlingiz juda ham fayzli ekan, juda ham shirin ekan. Teraklar, daraxtlar, bu yoqda pomidorlar. Keyinchi meni bitta narsa e'tiborimni tortdi. Mana shu daraxtlarda boya ichkarida ko'rdik-ku, ana shu ko'rganimizda inchalar bor ekan. Qush uyalari. Qushlarni yaxshi ko'rasizmi? Qushlar bu bizlar uchun eng kerakli qanotli do'stlarimiz-ku bu. Bularga sharoit qilib berishimiz kerak. Odamlar qanday yashayapti uylarda? Bizlar ham shu yuqorida men o'ylab yurar desam shu bola ochaman deydi, tuxum yerga tushib ketay, boshqa bo'lib bir 15 dan 20 ta yasab tashlarini hammasini daraxtlarga qo'yib qo'ydim. Yana qanday hobbilaringiz bor? Ya'ni shaxsiy qiziqishlaringiz? Endi eskida bir gap bor-da, bir yigitga 40 hunar oz deydi. Hunarni bashincha o'rganish kerak bu hayotda. Shu beshikdan qabrgacha hunar izladiydi-ku. Shuning uchun harakat qilish kerak. Harakat qilsa bo'ladi. Mana oddiy qo'lda qilingan ishlarda vaqtida suvini bersangiz, vaqtida ozgina o'g'itini bersangiz, menimcha yomon bo'lmaydi. Hammasi joy-joyiga tushib ketadi. Chiroyli bo'ladi. Ham o'zingiz uchun ruh ertalab turib bir aylanib chiqamiz. Aylanib chiqamiz. Xuddi bir nimaga dam olishga kelgandek bo'lib qolamiz-da. Yo'q, men ham o'zimni xuddi dam olishga kelgandek his qilyapman. Bu yoqda qarang. Suvlar, daraxtlarning tagi soya salqin juda ham chiroyli. Ha, bu yerda tut bor ekan. Shotut bor. Shotut. Qon bosimi baland kishilar yesa, qon bosimi joyiga keltiradi. Mana qarang, mana. U juda balandda, keyin juda baquvvat ekan. Bu yoqda boshqasi bor ekan, shuni olamiz. Qarang. Qonni ham ko'paytiradi,
Buyrakka foydasi bor, jigarga foydasi bor buni. Ko'pchiliklar kelib shu yerdan kelib turib, tutdan olib ketib yeyapti. Nima deganda shu lekin bir 100 dan oshiq odamlarning uyiga mana shu tutlarni payvon qilib bergan. Bu payvon qilganman mana shu yerni. O'zingiz mana bu tutlarni ham qarang, majnun tutiydi buni. Hosil beradi. Bemalol o'sgan joyingizda qoriningizda qap-qora bo'lib shuni pishadi. Har xil daraxtlar ekdik bizlar. Men birinchi masalani oldimga mana shu daraxt ko'paytirishim kerak. Kislorod ko'p bo'lishi kerak hovlimda. Rostdan kislorod ko'p. Kislorod ko'p bo'lishi kerak. Odamning kayfiyati uchun ham birinchi, sog'ligi uchun ham bu narsa yetarli darajada bo'ladi. Hammasi e'tibor bilan qarash kerak-da. Gullarni qarang. Hammasini o'zingiz bajarasiz. Yo'q, uydagilar ham davom ettiradi. Men bu ishni qilayotgan bo'lsam, yonimdan kelib, oilamiz ikkinchi ishni qilib ketaveradi. Saniki, maniki degan gap yo'q. Ovqat pishirib, mana harakat qilay deymi, yo qilmayman ovqatni deydi. O'zimiz qilib beramiz deydi. Qo'yam bunday ishlagan hammasi ham to'liq yelkama-yelka. Eri qolsin qo'sh ho'kiz deydi-ku, eskida bir. Lekin ovqat ham pishirib berasiz, gohida. Gohida. Mustafa aka, yana nimalar bilan meni hayratlantirmoqchisiz? Hayratlanadigan yana nima bor? Idishkasi bor. Aha. Yuring ko'rsataman men. Yuring. Ketdi. Idishkadimiz shu bo'lsa kerak. Bu yerda qushlar yashashgan. U kichkinasi lekin menimcha in bo'lmasa kerak. Yo'q, bular in ekan, lekin mayda qushchalar kelib qo'nib qoladi har zamonda. Ha, mayda qushchalar. Kamdan-kam. Mana shu yerga bulbullarim kelib sayraydi. Bezanalar, bular soni kamayib ketgan bo'lsa ham ahyonda shu yerga keladi bulbullar. Kelib ertalab shunday chiroyli sayraydi-ki, maza qilasizda endi. Ana qarang. Ko'ryapsizmi? Ana, qoldirdingiz. Lekin bular o'zining mintaqasiga boshqa parandalar qo'ymaydi. Ikkita musicha bor bu yerda. Ikkita mayna bor. Chumchuqlar bir 5-6 ta ko'p. Qarg'a arashaqshaq ham bor. Shu suv ichgani kelib bergan. Suv bizda mo'l. Xohlagancha suv topiladi. Qaraganda odamning ko'nglini tortib qo'ydi bu. Ovozingdan akang. Qani endi ya. Sonlarning ko'payib ketsa biz xursand bo'lardik. Shuning uchun sizlarga chiroyli illa qurib beraman hali. Qushlar bilan gaplashyaptilar. Menimcha ular sizni tushunishdi va albatta yana ham ko'payib qaytib kelishadi. Qaranglar. Ko'rdingizmi? Bu bitta emas. Bir 2-3 ta bular. Ahyonda qaysi bir jupular kelib qoladi, to'qkunlar kelib qoladi, shu bir sayrab o'tib ketadi. Endi nima uchun bu yerni tanlayapti bular? Birinchidan baland daraxtga bular el quradi. Baland daraxtga. Bolalar eson-omon ochib kirib ketdi, men shundan xursandman-da. Mana qushchalar. Bu yerda nima bor ekan? Bu yerda mo'jizaviy hayvoncha bor. Qaramay ko'rsatadi. Ko'rsatingchi. Asta-sekin deyman. Voy, chiroyli bular. Qo'yanchalar. Bular nima deb chaqiriladi? Nima deb chaqiriladi? Beh deb chaqiriladi. Bilmasdim. Beh deb chaqiriladi. Beh. Hozir qilyapti. Endi ovqatlanyapti-da, shuning uchun ko'p bu yoqqa talpinmayapti. Oqini ko'zi qizil ekan. Qizil bo'ladi. Uncha chiroyli. Bitta ushlasam bo'ladimi? Bemalol.
Sevdan ko'tardim ko'zada oltin g'o'za. Sevdan ko'tardim ko'zada oltin g'o'za. Ko'zay g'o'za qo'limda, yalala bobo yalli. Ko'zay g'o'za qo'limda, yalala bobo yalli. Uzun yollardan seni, tümük yollardan seni. Uzun yollardan seni, tümük yollardan seni. Seni kozaya uza kolunda, yalala baba yallı. Seni kozaya uza kolunda, yalala baba yallı. Sağlıkta oldum zancır, boğlardan girdim ancır. Sağlıkta oldum zancır, boğlardan girdim ancır. Zancırı seni kozaya uza kolunda, yalala baba yallı. Zancırı seni kozaya uza kolunda, yalala baba yallı. Kokuşu kızdan gezmez, satuşu kızdan gezmez. Kokuşu kızdan gezmez, satuşu kızdan gezmez. Gezmez zancırı seni kuzaya uza kolunda, yalala baba yallı. Gezmez zancırı seni kuzaya uza kolunda, yalala baba yallı. Ormanlardan alça, bakanlardan parça. Ormanlardan alça, bakanlardan parça. Alçayı paçayı gazmalı zancırı seni kozaya uza kolunda, yalala baba yallı. Alçayı paçayı zancırı seni kozaya uza kolunda, yalala baba yallı. Çopanlardan ayran, kızlardan rayhan. Çopanlardan ayran, kızlardan rayhan. Ayran rayhan arşayı paşayı gazmalı zancırı seni kuzaya uza kolunda, yalala baba yallı. Ayran rayhan arşayı paşayı gazmalı zancırı seni kuzaya uza kolunda, yalala baba yallı. Yalala baba yallı, yalala baba yallı. Mana bu yerda haqiqiy sopol ko'za. O'tmishda ota bobolarimiz mana shunday suv idishlardan foydalanganda. O'zbekiston to'prog'i bir oltin to'proqda, oltin to'proq. Bu to'proq boshqa mamlakatlarda kuzatilmaydi. Yevropa mamlakatlarida ko'rganman, bunaqa to'prog'i yo'q. O'zimizda haqiqatdan oltin to'proqsa arziydigan to'proqda. Qarang qanday idish qilinganki, ertaga misol uchun shu boshqa idishga muhtoj sezilmasligi uchun. Keyin mana bularni ko'ryapsiz, gultimochlar qilingan, sopol choynak qilingan. O'sha hech qanday mana sirli yoqmasa narsalardan qolishmaydi-ku. Qaranglar shular. E'tibor bergan bo'lsangiz, chinni idishlardan ko'ra mana bunday sopol idishlar juda qimmat turadi va qadrlanyapti. Biz buning uchun juda ham xursandmiz. O'zbekistonimizda qadriyatlarimiz yana ham gullab yashnayversin. Ota-bobolarimizdan qolgan urf-odatlar yana ham tiklansin. Chinnidan qolishmaydi. Mana choynaklar qarang endi. Hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Qolishmaydi. Bemalol choy ichsa bo'ladi. Chet elliklar O'zbekiston to'prog'idan olib ketib, har xil narsalar yasayapti. Kelib ko'rib ketyapti. Misol Farg'onada bilasiz, bu yaxshi kulollar ko'p. Farg'onada o'zimizda ham kasb bilan tandir qiladi. G'orim saroyda bor. Keyin o'sha ana shular bilasizmi, shunday narsalar yasab qo'yibdi, keladigan turistlar hayron bo'lyapti. Shuni qo'l bilan ishlatilgan alohida borib ko'rib, ishlamayapti, olib ko'rsatyapti odamlar. Qaranglar qanday qo'lgul ustalarimiz bor. Mana shunga o'xshagan ko'za bor edi menda. Sut solib ishlatardik. Muzlatgichda turmasa ham bir hafta 10 kungacha turardi, aynimasdi. Juda ham salqin saqlanardi. Shu ko'zani ko'rishim bilan bolaligim esimga tushib ketdi. Onajonimning bitta yagona shunaqa ko'zalari bor edi. Sal kattaroq edi. Shunga o'xshar ekan to'g'risi. O'zingiz ham ishlatib ko'rdingizmi buni? Buni ishlatib ko'rganmiz.
Su ichaylik bo'lsa. Bilasiz, shu ishlatib oxiri bezagan aytib endi buni yo'qotib olmaydim. Asrab qo'yaman. Yoshlar mana bu suv ichishni bilsin, olsa bo'lamiz. Nimaga qodir ekanligini ko'rsatib ketgan ular. Yoshlikda birinchi kulolchilikdan boshlash kerak bolalarga. Undan keyingina bu duradgor o'tkazsa ular. Duradgor yaxshi o'zlashtirgandan keyin yog'och o'ymakorligidan kutadi ular. Yog'och mana shularni bittadan o'yib chiqqanman o'zim. O'zingiz qilgansiz. Mana shu ustunlar. Yillarni ham qo'yib qo'ydim. Mana shu 2006-yilda turib. Yillarni qo'yib qo'ygan. Ana shu to'liq o'yib chiqqanman. Qoyil qolmasdan iloji yo'q. Sizda qadr tushunchasi juda ham ulug' ekan. Insonni, buyumni, umuman ota-bobolarimizdan qolgan merosni qadrlashni mana shu insondan o'rgansak bo'ladi. Bu hayotga odam bir marta keladi-da. Yomonlik qilgan odamga ham yaxshilik qilish kerak. Mayli, u ertaga yana shu o'zini xatosini o'zi topar, keyin oxiriga borib bordi-da. 32,5 Shayxali shaharchasida ishlab chiqarish ta'lim ustoz bo'lib ishladim. O'sha vaqtlar texnika bilim yurti bo'lardi. Uni pensiya chiqqanini o'zim ham bilmay qoldim. Ishlagim kelaydi-da, yana baribir chaqirib oldi bular. Yoshlarga o'rgatamiz, bunday bo'lsa, bunday bo'ladi. Harakat qiyin deymiz. Ayniqsa mana milliy so'zlarni chalgan bolalardan yomonlik chiqmaydi. Juda aqlli bolalar bo'lib chiqadi. Ustoz shogird an'anasini yuzlab yo'lga qo'yadi bolalar. Baribir harakat qilish kerak. Bolalarga tushuntirib borish kerak. Milliy asboblarimiz haqida katta imkoniyatlar berdi prezidentimiz. O'sha yoshlarga mana shu ko'rik tanlovlar bo'lyapti. Ana shu ko'rik tanlovlar bolalarimiz qatnashibdi, o'rin olyapti. Mana ustozlarim juda yaxshi ustozlardi. Rahimjon Komiljonov O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan san'at arbobi edi. O'zbekiston xalq artisti Ahmad Beganchiyev. Keyin Husan Amirqulov, xalqaro Ahmad Yassaviy mukofotining laureati hamda O'zbekiston xalq artisti. Kuchli odamlarning ma'ruzalarini tingladim. Kuchli odamlarni o'sha ko'rsatgan yo'l yo'riqdan chiqmasdan aytgan ishlarini so'zsiz bajarib keldim. Aylasam bo'lgay amo jahon ahliga e'tiborim agar qancha namat aylasam bo'lgay amo jahon ahliga e'tiborim Musa
nabziyama Habibi kılgamay Toprağın tutuyama Zavratıyım Habibi kılgamay Toprağın tutuyama Azizlar, endi blitz savollariga navbat yetib keldi. Mustafa aka, blitz savollarimizga qisqa lo'nda xayolingizga kelgan birinchi javobni berishingiz kerak. Tayyormisiz? Ha, Hech kim bilmaydigan iqtidoringiz bormi? bor. Eng sevimli kitobingiz? Abdulla Orif kitobi. Yillar armoni. Agar bir umr faqat bitta ovqatni har kuni yeyishga to'g'ri kelganda, qaysi ovqatni yegan bo'lardingiz? Birinchi navbatda men non yaxshi ko'raman. Non yegan bo'lardim. Non juda ham aziz, juda chiroyli Aziz. tanlov. Hamma ovqatdan azizi shu. Sizni ruhlantiradigan inson. Kayfiyatim yaxshi, chiroyli ashula aytadigan odamlar bo'lsa kayfiyatim ko'tarib ketadi. Uyda ro'zg'or tinch bo'lsa kayfiyat Yaxshi. ko'tariladi. Telefonsiz bir kun yashay olasizmi? Bemalol yashayman, oilab yashayman. O'rnak olsangiz bo'ladi. Oilab yashashim mumkin. Qanday xislatni insonda eng ko'p qadrlaysiz? To'g'ri gapirgan odamlar. Haqiqatni, demak. Haqiqatda. Kutilmagan mehmonmisiz yoki rejali insonmisiz? Kutilmagan. Ajoyib. Chunki mehmon kutilmaganda keladi-ku. Agar vaqt mashinasi bo'lsa, qaysi davrga sayohat qilgan bo'lardingiz? O'tmishga. Qaysi davrga o'tmishga? O'tmishga, bronza davri deydi, boshqa deydi. Juda ham qadimgi zamonga. O'sha zamonda odamlar ko'rib keladi. Men yer qo'rg'onga borganimda shu yerda kimda yashagan bo'lsa kerak deb ko'p o'ylanaman-da, o'sha tomosha qilib yer qo'rg'on o'zi. Bo'ldi, tushunarli. Mustafa aka deganda odamlar birinchi navbatda nima deb eslashlarini xohlaysiz? Hurmat yuzasidan aytadi. O akademiyani hurmati bor-da. Yaxshi. Ha. Aka deb eslasini. Ha, Kayfiyatingizni bir zumda ko'taradigan narsa nima? musiqa, klassik ashulalarni eshitib dam olaman. Endi qiziqarli, ozroq kulgili, kichkinagina blitz savollarimiz bor. Palovmi yoki kabob? Kabob yaxshi ko'raman. Kitobmi yoki kino? Kitobni yaxshi ko'raman. Tog'mi yoki dengiz? Tog'ni yaxshi ko'raman. Balandlikda chiqib, so'ng sahro nimadan ko'ramiz-da, ko'p joylar. Erta turishmi yoki kech uxlash? O'rtacha. O'rtacha mayli. Telegrammi yoki telefon qo'ng'irog'i? Ikkovi ham. Ikkovi ham. Kuldirish osonmi yoki kulish? Qiyin. Kuldirish qiyin. Kuldirish qiyin. Juda tajribali bo'lishingiz kerak kuldirish uchun. Yaxshi, rahmat. Mustafa aka, bunaqa savollar insonni ruhiyatini bilishga yordam beradi. Siz juda ham pozitiv, juda ham energiyaga boy, juda yaxshi insonlar. Bu savollarni javoblaridan kelib chiqadigan bo'lsak, doimo mana shunday pozitiv bo'lib qolishlarini tilaymiz. Qanday ovqat pishirsam, chiqarma qantini. Qanday ovqat pishirsam, chiqarma qantini. Oldin yeganni, men pishirgan palovni. Armoni yo'q yeganni, men pishirgan palovni. Oshpazlik kasb-korim, mehnatim, iftixorim. Ey oshpazlik kasb-korim, mehnatim, iftixorim. Qozonda
qozonda jamlab qo'ydim palovni ana katta qozonda qozonda jamlab qo'ydim palovni olmasin deb tagini pasaytirdim olovni olmasin deb tagini pasaytirdim olovni oshpazlik kasbi korim mehnatim iftihorim oshpazlik kasbi korim mehnatim iftihorim Kolum güzel kızlar cananlar Hamisin kolumdan güzel kızlar cananlar Beni kolum balantur Kusam busun mehmanlar Beni kolum balantur Kusam busun mehmanlar Hey aşpazlık Kesbikarım mehnatim iftiharım aşpazlık kasbikarım mehnatim iftiharım Bugungi qahramonimiz 73 yoshda, lekin shijoatlari 25 yoshlik yigitnikidan ham kuchliroq. Biz ularga ana shunday kuch, g'ayrat, shijoat ularni hech qachon tark etmasin deb xayrlashdik. Azizlar, sizlar bilan xayrlashish fursatlari ham yetib keldi. Yana mana shunday xalqchil bir afsonaviy insonning xonadonida mehmondamiz ko'rsatuvi orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.